Yamal Messi ve Cristiano Ronaldo'nun izbasarı bo'lishga tamamen münasip. Hal qilg'ush musobaqadan keyin butun komanda musobaqaning g'alabasini tantana qilayotgan vaqtida Yamal tip-tinish holda Messiga qarab yetib keldi. O Messining o'rnidan turayotganligini ko'rib, uni mehribonlik bilan quchoqladi. Bu ko'rinish sansizlagan top mastanlarini jalb qildi. Bundan ilgari İspaniya komandasi Portugaliya komandasini mag'lub qilib, butun komanda yanada g'alaba shodligiga cho'mganda, u yana barliq tabriklash faoliyatlarini tashlab qo'yib, kishilar orasidan o'tib, umidsizlangan Cristiano Ronaldo'ni quchoqlagan hamda musobaqa maydonidagi raqib bo'lish sifati bilan yengilishni nihoyat aniq bo'lsa-da, bu o'smir topchining hozirgacha azaldan bu mag'rurlanib boqmaganligi va shundaqla ko'nglida rivoyatli qahramonlarni hurmatlaydiganligini bildirgan. Hamda undan chiqargan yangi bir avlod talant egisi, futbol texnikasi intayin yuqori bo'lgan, muloyim, kamtar, shundaqla yeshiga munosib bo'lmagan, ig'ir besiqlik bo'lgan mana bu cho'lpon futbol dunyosidagi Messi bilan Cristiano Ronaldodan iborat ikki rivoyatli topchini nihoyat hurmatladi. Bu uning yangi bir davrga varislik qilish iqtidorining bor ekanligini namoyon qildi. Futbolga haqiqiy varislik qilish hargizmi tig'ma-tig' tirkish emas, balki g'alaba qilguvchi yanada muloyim bo'lib, kamtar bo'lib, butun kuchi bilan tirishayotgan har bir peshqadamni hurmat qilish kerak. Amaliyotda bu oq ko'ngillik tarbiya bizning so'ngak-so'ngaklarimizga o'rnab ketgan bo'lsa, texmi to'g'ri bo'ladi. Yamal mana o'zini eng chaqnatadigan bu yorqin nuqtani bizga namoyon qilib berdi. Əsləməstanlarmı şundaq bo'lishimiz kerakdi. Az ko'rmalar, Chimbuloq tantarbiya telefon terminalini tushirib olishni unutib qolmanglar. Har qaysi tushirganlarga Chimbuloq deb kirgsanglar, maxsus tantarbiyaga oid nodir mazmunlardan bahramand bo'la olasizlar. Otish no'g'risi Qashqar no'g'risidagi katta musobaqalardan huzurni olasizlar.